Hammaga salom, sizlar bilan Gats. Bugungi videoda bizlar Fakel modini obzor qilamiz. Qani bo'lsa ketdik. Mana Create New World kiramiz. Mana kiramiz. Bu videoni ko'rishdan oldin like bosishni unutmang. Mana kirdik va Resource Pack'ni bosamiz. Ovnet undan keyin Bjorn Davis Left and Torch and Demon Clay League deganda aktivniga o'tkazib qo'yamiz. Mana ikkinchisida aktivni bo'ladimi bo'lmaydi bilmayman. Mana bularni bosbasa ishlamaydi bu mod. Mana bularni bosib chiqamiz. Mana bulardan ham bosamiz. Kreativga qo'yamiz sizlarga ko'rsatish uchun. Undan keyin create. A few moments later. Endi nima qilsak? Shu yerda foyda bo'libmiz. Endi buni ostida bir nima bo'lish kerak edi. Mana aytdim-ku. To'xtab turaylik. Undan keyin fakelni tushaylik uning ostiga. Mana bosamiz creating table'ni. Yo'q. Buni fakellarni olib olaylik. Fakelni olamiz va crafting table. Va bizlar crafting table'ni bir yerga qo'yamiz mana va uning ustiga bosamiz va fakelni olamiz va qo'yamiz. Va buni olamiz. Undan keyin buni yo'q qilib qo'yamiz. Va mana ko'rib turganingizdek bu ikkinchi qo'lga ishlash modi. Mana kiramiz mana. Kiramiz. Suv bor ekan bu yerda. Mana kirdik mana. Zombi va qishloqi. Bu yerda fakellarni olib tashlang. Bittasi, ikkinchisi va uchinchisi bormi? Uchinchisi. Voy, burada. Yorug'lik berib turadi u yurgan vaqtda. Yurgan vaqtingizda u bilan moblarni o'ldirishingiz mumkin. Mana nima bo'lyapti? Bagmi shunaqa. Biroq bu mod yaxshi. Video olishingizga ham yordam beradi. Tepaga chiqib olaylik. Tepaga chiqamiz. Tepaga chiqamiz. Qo'yapti. Chiqamiz. Mana chiqib oldik. Mana endi buni tunga qo'yamiz. Tundan keyin va mana bu moblarni o'ldirishingiz ham mumkin. Mana bunaqa qilib. Mana endi nima desam bo'lar ekan. Undan keyin konlarda eryaptimi? Bermang kel, jadugar. Seni Agar videolar yoqqan bo'lsa like va obuna bosishni unutmang. Ko'rishguncha deb qolaman.